Amerikadagi corporate ishimda bir kuni. Xullas ertalab shoshilib chiqdim va yugurib trengacha bordim chunki уже kech qolayotgandim. Manhattangacha ya'ni 1 soatcha yo'l, men esa hali Bruklindaman. Qarasam 2 minutda tren kelar ekan. Hali ham shoshilib chiqibman va yugurib kelibman deb o'ylanib qoldim chunki agar shoshilib kelmaganimda точно kech qolgan bo'lardim. Xullas trenga chiqdim va musiqa eshitib bordim. 1 soatcha yo'lda chunki kitobim esimdan chiqib qolibdi. Xullas 1 soatdan keyin keldim. 10 minutda уже ishda bo'lishim kerak. Men esa train stationdan chiqqanim yo'q. Nega o'zi qabul qildim deb o'ylanib qoldim. Xullas chiqdim va ofisga keldim. Minutda ishda bo'lishim kerak. Men hali 21-etajga borishim kerak. Xullas 21-etajga bordim va rovno 9 da ishimni boshladim. Ishimda birinchi qiladigan ishim bu miting edi. Mitingdan keyin yana emaillarni tekshirdim, yana ishladim. Birda esa xotin-qizlar kuni uchun mening kompaniyam sal kech bo'lsa-da, 20-mart bo'lsa ham mana shunaqa event o'tkazdi. Bir-birimiz bilan tanishib, networking qilib o'tkazdik. Bunaqa braslетchalar yasadik. Shu bilan 2:30 da yana ishimni boshladim. Ishim uncha ko'p bo'lmagandan keyin soat 4 da meni uyingga bor deyishdi. Shunga uyimga bordim. Xursandligimni qaranglar. Soat 5 da Bruklinga yetib keldim va mana bu chiroyli ko'llarga ko'zim tushdi. Shunday qilib bugungi ish kunim ham tugadi. Agar sizlarga Amerika hayoti, Amerikada o'qish va Amerikada ishlash qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'lib qolishni unutmanglar.